Qizlar, keyingi obzorlarimiz Ecotab hamda vitaminlar to'g'risida. Ecotab qizlar o'zim juda ko'p ishlataman. Koreyskiy очистительlar ham ishlataman, bundan ham ishlataman. Diski narsalarni yuvish kerak bo'lsa, sochiqlarni yuvish kerak bo'lsa, koreyskiy ishlataman. Общий kiyimlar uchun, oq kiyimlar uchun shuni ishlataman. Rosa ham zo'r qizlar. Internetda ham reklamalarni ko'ryapsizlar. Hammaga tanishib ulgib bo'ldi bu qizlar. Originali, podelkasi emas, originali. Zavoddan o'zidan olingan, to'g'ridan to'g'ri, qaranglar. Buni yonboshida polni o'zbek tilida berilgan. Qanday ishlatish kerak, qanday gradusdagi suvga solish kerak, nima qilish kerak, hammasi berilgan. Buni to'liq tushuntirib o'tirishim shart emas. Sodani o'rnida ishlatgani juda ham zo'r narsa. 400 grammligi ham katta qizlar. Rosa ham zo'r narsa. Kirmoshnani o'zida evitib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Tog'orani o'zida evitib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Juda ham zo'r narsa. Bundan keldi qizlar. Juda ko'p kelgan bundan. Bemalol hammaga yetadi. Keyin vitaminlarimdan mana shu kollagenim qizlar juda ham mashhur bo'lib ketdi tanishlarim orasida, kanalimda ham. Nima uchun qizlar? Bunda odatda kollagenlarda mana bunaqa raqamlardan 1 yoki 2 bo'lmasa umuman bo'lmaydi. Bunda esa bir 6 ta raqam berilgan, ya'ni bu types of collagen, ya'ni kollagenlar turlari berilgan. Odatda kollagenlar bitta maqsadda berilgan bo'ladi-da, ozish uchun, dieta qilayotganda organizm ta'minlab turish uchun, yosharish uchun har xil maqsadlarda foydalaniladi. Endi bu kollagenda hammasi bitta berilgan. Hammasi bitta berilgan qizlar. Mana shu ko'rib turgan 4 ta mahsulotlaringdan tayyorlangan. Bu orqasida har bitta raqam nimani ifodalashi berilgan mana bu yerda qizlar. Rosa ham kuchli kollagenmi. Birinchi raqam terimizni elastikligiga javob beradi. Ikkinchisi berilgani muskullarimizga, immun tizimimizga javob beradi. Uchinchisi terimizga, qon aylanish sistemamizga javob beradi. Keyingisi hujayralar almashishiga, ya'ni yosharishimizga javob beradi. Keyingi 5-inchisi mana yana terimizga, immun tizimimizga, reproduktiv ishlab chiqarishimizga javob beradi. Oxirgisi yana bo'g'imlarga, suyaklarga, muskullarga, sochlarga javob beryapti. Qizlar, ko'ryapsizlarmi? Shunaqa kuchli kollagen. Shuning uchun olganingizda agar immunitetingiz past bo'ladigan bo'lsa, qoningiz kam bo'ladi, o'zingiz bilasiz-ku holatingizni. Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, dozasini kamaytirib ichishni tavsiya qilaman. Ya'ni bu o'zi kuniga 4 tadan aytilgan. Idishida spaslovsasida berilgan, lekin tavsiya qilaman kuniga 2 tadan boshlashingizni. Bir hafta 2 mahal iching, undan keyingi hafta 3 mahalga chiqib olsangiz bo'ladi. 4 mahalda organizmingiz ko'tara olmasa kerak, 3 mahal ichsangiz bo'ladi, chunki juda ko'p klientlarim aytishyapti, o'sha 2 mahaldan boshladik, undan keyingi haftasi 3 mahalga o'tib oldik, organizmdan ancha moslashdi deb. Qizlar, bu kollagen juda ham cheklangan miqdorda keladi har safar. Hattoki obzorga ham ulgurmadim bu safar. Bir pachka zakaz qilingan. Mana shu 2 dona qoldi xolos bundan. Bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Bazaga chiqishi bilan yana zakaz uraman. Detskiy kalsiy keldi qizlar, chaynaladigandan. 60 ta tabletka bo'ladi ichida qizlar. Buni shtuchka qilib olsanglar ham bo'ladi. Rosa ham amerikanskiy bu. Kачествоsi zo'r, sifatiga javob beraman qizlar. Hamma narsasi zo'r. Kuniga bittadan tabletka chaynash mumkin. Bemalol 2 yoshdan katta bolalarga yedirsa bo'ladi. Temir kelgan amerikanskiy. Temir bilasizlar, hammada temir hozir tanqisligi, gemoglobin tushib ketishi yoki qon kamligi hammada bu global muammo bo'lib qolgan. Kuniga 1 donadan ichib yursangiz, qon balansingizni normaga keltiradi. Bilasizlar, bu og'ir modda, temir, organizm hazm qilish qiyin. Shuning uchun kuniga 1 donadan ichish tavsiya etiladi. Rosa ham zo'r narsa. 90 ta tabletkalik. Buni bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Одноразовый idishlarim bor, shunaqalarga solib beraman. Oilaviy ichish uchun yod zakaz qilishgan edi. Amerikanskiy qolmagan ekan. Rossiyskidan zakaz qildim qizlar. Oilaviy ichish uchun tavsiya qilinadi bu yod. Rosa ham obyomi yetarli. Obyomi 1 yilgacha ham yetadi, chunki pipetkalar ichasiz-ku buni. 1 tomchi, 2 tomchidan ichasiz xolos. 25 mg yetadi anchaga. Keyin multivitamin bundan qolmagan edi, o'tgan safar kelgan edi, qolmagan. Yana keldi qizlar. Bu jami 90 talik gammi, ya'ni ko'pchilik bolalarga narsa ichkizish yoki tabletka yedirish juda ham qiyin. Bunaqa gammilar bersanglar, xuddi marmeladga o'xshagan bo'ladi, mevalar ta'mini beradi. Maza qilib yeyishib oladi. Bu faqat 4 yoshdan kattalarga mo'ljallangan qizlar. 4 yoshdan katta bolalar kuniga
3 tadan yeyishi ham mumkin, 2 tadan bersangiz ham bo'laveradi. 20 dan oshiq mineral va vitaminlar bor tarkibida. Rosa immunitetni ko'tarib beradi. Detskiy kalsiy qolmaganida juda ham tez sotiladi mana shu kalsiyim. Hattoki vaqt kelsa obzor qilishga ham ulgurmayman. Klientkalarim olib ketib qolishadi. Manaqa katta ob'yomli qizlar buni odatda mana 2 ta, 3 ta borlar olishadi. O'sha birdaniga hammasiga teng berish uchun. Buni ob'yomi kattada qizlar ko'ryapsizlarmi? 473 mm, salkam yarim kilo degan. Ham kalsiy, ham tarkibida magniysi bor. Ta'mi ham unaqa bolalarga yoqmaydigan ta'm emas. Mandarin ta'mini beradi. Juda ham zo'r narsa qizlar. Suyaklar mustahkamligiga javob beradi, muskullar baquvvatligiga javob beradi qizlar. Kalsiyni bilasizlar-ku, tirnoqlarimizga javob beradi, tishlarimizga javob beradi. Juda ham zo'r narsa. Bir marta olib ichsangiz 1 yilga yetadi o'sha narsa. Qizlar kelgan mahsulotlarimiz shular. Hammasini narxi Telegram kanalimda. Telegram kanalimda erinmay mendan so'rasangiz, silkasini tashlab beraman yoki xuddi shu profilda turgan I love shopping deb Telegramga yozsalaring, poyezga chiqib keladi Telegram kanalim. Profilda ham xuddi shu qiz rasmi bor.